Chirimasdan, menga bunaqa xotin kerak emas deb, eri ikkita sumkamdan narsasini olib kelib tashlab ketdi bolamni. Ijara bola 1 million 200 to'laymiz. Rosa 12 yildan beri uyimiz yo'q. Juda qiynalganmiz. O'zim ishlayman, 2,5 million oylik olaman. Xitoyda Xobzavodda ishlayman. 2 kun noch, 2 kun den topganimiz shu bolamga ketadi bolam. Uyga murojaat qildim portalga. Hech kim yordam ham bermadi. Ikkita doktorga bordim. Ikkalasi ham o'sha. Bittasi 15 million dedi, bittasi 17 million. Ikkala oyog'ingizda qon aylanish holatingiz buzilgan. O'sha sababli shu qichiganda kichkina yara bo'lib, o'sha infeksiya bo'lib, u yara katta bo'lib, endi hozir kundan kunga o'sib katta bo'lib ketdi. Kuniga shu bir pachka 10 ta 15 ta biz bo'lish uchun. Gulday bolasi bor, bolam o'sha aptekachidan keling xola deydi, yozdirib olib kelaman. Yosh umri xazon bo'lmasin deyman bolam. Men dushmanni ham ravo ko'rmayman bunaqani. Qo'lingizdan kelsanglar, yordam bersanglar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman, qo'limizdan kelgancha yordam beraylik. Har bitta ko'rayotgan inson 1000 so'mdan pul tashlab bersa ham, shu qizni davolab olamiz. Shu videoni tarqatinglar, ko'proq odamlarga jo'natinglar. Ko'proq odamlar ko'rsa yordam beradi. O'zlarini kartasini qoldiraman. Ishonaman, sizlar meni bitta oilamsizlar, meni oqlaysizlar degan umiddaman.